Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan biz aziz muxlislar. Hurmatli obunachilar, yangi gullarimiz keldi. Mana hozir Tbilisida qaysi gullarimiz borligini bitta obzor qilib boramiz. Gortenziyalarimiz mana chiroyli holatda, mana shunaqa chiroyli ko'rinishda keladi. Uje ularimiz tugab qoldi. Hozir ular sotuvda yo'q. Azaliyalarimiz bor. Ham optimga, ham donaga sotuvda bor. Hurmatli obunachilar, bizda mana hozir bular X-soralarimiz to'rxil svetda keldi. Bitta obzor qilib qo'ydim men. Ertalabda paka hech kim yo'qligida. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bular sikaslarimiz, bularimiz hozir X-soralarimiz bor. Keyin hozir Mursko shassiyani mana bunday svetlari bor. Bu turlanar ekan, birinchi oq, keyin pushtiroq rang kirib, sariq rang shunday bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Keyin mana bunday svetimiz ham bor. Mana eng kichkina razmeridan bu. Hurmatli obunachilar, undan keyin mana женский шассияning giganti. Strelitsa вообще katta keldi. Hozir женский shassiya 1,5 metrcha bor bo'lsa, bu strelitsa undan jichchagina balandroq ekan, hurmatli obunachilar. Hozir shunda imperatorlarimiz ham bor. Qizillari. Mana aglonomiya ularimiz. Keyin mana Mursko shassiyamiz o'sha двойной listliga. Gullari двойноylarga, hurmatli obunachilar. Keyin manovi вообще sensatsiya. Вообще zo'r keldi. Kattagina bu вообще zo'r keldi. Sensatsiyaning kattasi keldi, hurmatli obunachilar. Keyin hozir mana bularimiz ham bor. Mana juda go'zal holatda gullari hozir mana. Вообще chiroyli holatda, shikarniy holatda keldi. Mana bunday ko'rsangiz, hurmatli obunachilar. Hozir undan keyingi sortlarimiz ham bor. Mursko shassiyam bir qator yengil obzor qilganmiz hozir. Mana bularimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Mana. Tak, mana bularimiz ham bor. Крупносвитковыйimiz. Вообще go'zal holatda bu ham. Keyin lolali antoriumlarimiz ham bor. Mana lolalarimiz ham anchagina ko'p kelgan, hurmatli obunachilar. Hozir biz aytganimizdek ham optim, ham donaga savdolarimiz bor. Mana вообще katta Diefenbachga, bunisi kattarog'i. Mana busi mana avvalgisi, hurmatli obunachilar. Hozir mana Pahira keramikalarimizdagi ham keldi. Juda chiroyli idishlarda ekan bu. Undan keyin Pahiramiz kubik rubiklar, ya'ni mana bunday plastikdagisi. Paketlarni chiqarib yurmadik. Mana bular roskoslar. Keyin ana bambuklarimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Keyin mana ularimiz ham bor. Guzmaniyaga o'xshaydi, lekin bu Guzmaniya emas ekan. Friziya deb yozilar ekan. Mana shunday, hurmatli obunachilar. Keyin kliviyalarimiz ham bor. Kliviyalarimiz. Bularimiz hozir gullamaganlari, gullaganlari ham bor, hurmatli obunachilar. Mana hozir gullab turganlari ham bor, hurmatli obunachilar. Keyin mana paportnigimiz yangi sorti. Mana shunday holatda chiroyli. Keyin paportnigimiz o'sha plastmassaga o'xshaydi. Ushlaganingizda qattiq bo'ladi. Mana bu plastikka o'xshaydi, bularimiz ham bor. Keyin begonya korolevskiylarimiz. Mana begonya korolevskiylarimiz har xillari, hurmatli obunachilar, kichkina. Keyin mana bunimiz ham imperator chornisi, ya'ni baklar bunday pushtilar bo'lib turibgan, qop-qora bo'lib qolar ekan, hurmatli obunachilar. Mana shundaylari ham bor. Keyin indiyskiy sirenda qizili, ya'ni krasnoy indiyskiy sirenda salgina kamroq qoldi уже. Mana bu ancha kesilgan bo'ladi, чтобы indiyskiy sirenda yaxshi o'sish uchun eski shoxini kesib qo'ysa shunaqa o'sar ekan. Keyin mana fitoniyalarimiz. Fitoniyalarimiz mana bularimiz ham bor, mana ko'rgan bo'lsanglar. Mana juda ham chiroyli holatda, hurmatli obunachilar. Buni vashi tvaylari zo'r ekan. Tvaylari yoqdi menga. Juda ham chiroyli turar ekan, hurmatli. Keyin sanseveriyamiz
Mana bunday idishchalari keldi. Ranglari har xil, rang-barang, tuvaylari ham har xil. Qorada ham o'zgacha tur ekan, sariqda ham. Mana bunday idishda ko'kda, havo rangda ham boshqacha ekan, oppoqda yana boshqacha ekan, hurmatli obunachilar. Mana shunday idishlarda ham sanseveriyalarimiz bor, ya'ni podarishni sanseveriyalarimiz ham bor. Hozir mana guzmanyalarimiz bor. Guzmanyalarimiz. Mana bu bitta tuvayda 3 tadan guzmanyamiz bor. Keyin mana bunday chiroyli guzmanyamiz ham bor. Bu hali paketdan chiqqani yo'q. Keyin lantanalarimiz bor. Bular yangi mana gullaydi hozir g'unchada. 3 xil svetda lantanalarimiz ham hurmatli obunachilar. Hozircha mana shunday lantanalar bor. Undan keyin mana juda ham chiroyli holatda kalatiyalarimiz bor. Endi aglonomiyalarimizni har xil turlari bor, hurmatli obunachilar. Har xil turlari aglonomiyamizni. Mana ko'rganingizdek har xillari bor. Qizillari ham bor. Diamond sortimiz ham bor, o'sha anchagina oz qoldi. Mana bu sortimiz ham juda shikarniy holatda ekan, shu ham. Mana yana qizilimizdan. Mana bu sortimizdan ham bor. Tak, aglonomiyalarimiz asosan bizda ko'proq qizil bo'lib qoldi, hurmatli. Bularimiz ham bor. Sindapuslarimiz, imperatorlarimiz bor. Philodendron desa ham bo'ladi. Bu ham philodendron. Mana Galateyamiz yangisi. Juda ham chiroyli holatda ekan, hurmatli obunachilar. Bu ham o'sha женский shaksiyalarimiz. Strelitsani kichigi ham bor. Optimda ham, donada ham bor bular ham. Kaktuslarimiz har xil rangidan bor. Har xil svetda demoqchi edim. Mana 3 taligimiz ham bor. Mana bunimiz ham bor. Donaliklari ham bor. Mana bir donadan ham hurmatli obunachilar. Tak, hozir mana spatifilumlarimiz har xili bor, hurmatli obunachilar. 55 mingdan boshlanadi. Optimda bo'lsa ozgina o'zgacharoq bo'ladi. Mana keyin mana bundaylar ham bor. Tuvayda 3 xil. Вообще шикарный holatda. Mana yana spatifilum, bu zelyonisi вообще katta. Вообще katta. Tuvaylarda ham chiqadi. Nematantuslar bor. Keyin Murayani shunaqa katta-kattasidan zakaz qildik. O'sha mana g'unchalari ham bor ekan, anaqa joylarda o'sha nima deydi, mevalari ham bor ekan. Sal o'ziga kelib oladi, ozgina qiynalibdi. Endi gardeniyalarimiz ham bor, o'sha salgina kamroq qoldi o'sha. Gardeniyalarimiz ochilgan olib ketib qolishyapti. Alakazayimiz bor. Mana bunday alakazayimiz bor. Drasenamiz bor. Anchagina katta. Mana 3 litrlik tuvagi. Begonyamiz ham kattalardan kelgan. O'sha leyomiz ham kamroq qoldi, kichigi. Ularimiz kattalaridan, hurmatli obunachilar. Hozir bularimiz o'tgan safar kelgandan Dixinbaxyalar bo'ladi, ko'chirib qo'yganmiz. Galateyalarimiz ham yaxshi. Hamidoriyalarimizni ham o'sha ko'chirib chiroyli qilib parvarish qilib qo'yganmiz. Tak. Asparagus mayrani ham o'sha parvarish qilib qo'ydik. Anchagina chiroyli, yaxshi bo'lib qoldi, hurmatli obunachilar. Bular drasenalarimiz. Bu stramantalar, bularni ham ko'chirib, idishlarni almashtirib chiroyli qilib qo'yganmiz, lekin bo'linmagan. Xuddi shunday bum bilan ham shunaqa hurmatli obunachilar, bularni ham ko'chirib chiroyli qilib qo'yganmiz. Bularimiz drasenalarimiz, vakuumliklari, hurmatli obunachilar. Bularimiz hozir xo'yalarimiz, bu aglonomiyalarimiz. Bularimiz 75 mingdan. Bu tayskiy masteramiz. Chiroyli qolishdi o'sha. Tak. Sanseveriyani mana yangi videodan zakaz qildik. Mana shularimiz bor, hurmatli obunachilar. Mana bunday ham bor. Yiqilib tushibdi hozir. Mana. Sanseveriya bu safar mana shunday yangilardan zakaz qildik. Zamya kokuslarimiz, cho'rnaylari 2 xil videoda bor. Mana zamya kokuslarimiz, bularimiz 3 litrliklarimiz. Holatlari. Keyin zamya kokusni ko'pchilik gullaydimi deb so'raydi. Shunga gullaydi deb ko'rsatib beraman hozir.
Güllaganini. Bana güllagani. Gullaydi zamak kokusimiz. Tak, mana yana bor. Zamak 2 litrliklarimiz. Bularimiz mana litrovilarimiz. Xudo xolasa chiroyli holatlarda kelishdi, hurmatli obunachilar. Hozir tiplisamiz mana shunday to'ldir holatda. Endi obzor qilgan vaqtimiz bo'ldi. Hozir picha turib yana vaqtimiz bo'lmay qoladi. Shuning uchun hozir mana hech kim yo'qligida erta tongda bitta video qilib ko'rsatib qo'y dedim, hurmatli obunachilar. Mana tiplisamiz hozir to'ldir. Keyin drasenalarimiz bor. Mana tiplisamiz bo'yiga yetib turibdi 1 milliondan ularimiz, hurmatli obunachilar. Juda katta ofisni, juda katta shikarniy holatda. Mana 3 tagina qoldi. Ruskosimiz juda ham chiroyli. Idishlari ham va chiroyli bo'lar ekan. Hozir sotuvda bor hamma narsa, bemalol kelib olib kelsanglar bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, hammanglarni kutib qolamiz. Keyin nimalarimiz bor? Fikusni chiroyli o'ralgan nimalari ham bor. Uni ko'rsatmoqman, hurmatli obunachilar. Ularimiz ham bor. Kelsanglar bemalol aylanib ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir Telegram kanalimiz sulkasini qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiyalarimiz ham bor, Telegram kanalga lokatsiyalarni ham qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelib aylanib ko'rib kelsanglar bo'laveradi. Telefonlarimiz o'sha 94 056 20 90 94 056 50 90 nomerlari, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.